Obunachilar, mana Xudo xohlasa navbatdagi manzilimizga ham keldik. Samarqand Narimanda o'ziga, oltinchi maktab o'rtasiga Xudo xohlasa shu yerga stanovka qilib beramiz. Mana nalchkalarni. Referenka fason 2 qavatli darvozamiz. Xudo xohlasa chekki holatda bo'lgan. Shu yerga nalchkalarni ham obunachilar, mana Xudo xohlasa stanovkasini ham yakunladik. O'zlaring ko'rib bitta baho berishlari mumkin. Juftlikda referenka fason darvozamiz, nalchkalarni ham yabishni qilib yangilik chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Samarqand Narimanda kelib undan darvozamizda eni 30 burga 20 hozir yoshlikda. Bo'yi ham 30, eni ham 30 aka. Zamonlarni ham har doim o'sha yaxshi zamonlarda qo'yib berganmiz. Yengil ochilib bular. Boshqalardan ham qiynalishmaydi. Darvozamiz 2 qavatli shumkali bo'lgan, polностью qalin materialda full variantda qilib berganmiz darvozamizni. Lazer gullarni ham chiroyli qilib shunaqa deyishganiga qilib berganmiz. Darvozamizning nalchkalari yo'llariga 40 sentdan bo'lgan, tepaga 50 sent bo'lgan, chiroyli holatda bo'lgan. Nirjoykalarni ham qora rangda skromniy qilib berganmiz. Darvozamiz orqa ko'rinish variantlari ozgina qirilganiga e'tibor bermaslar, krasilasi chiroyli qilib beramiz. Endi orqalari ham bir xilda splashni tekis holatda bo'lgan. Tog'a yaxshimi darvoza? Bergan pulingizga rozi bo'ling. To'ylarga yaxshiliklarga ochilsin. Qo'l bilan dard ko'rmasin. Aytganingiz kelsin. Ishlarni rivojini bersin. Kimga shunaqangi boshqacha fasollar kerak bo'lsa, bemalol pastdan nomerlarga aloqa chiqarasizlar.